Qarang do'stim, men italyanskiy tilni olib beraveraymi, menga bitta ko'ring. Xo'p bo'ladi. Mana buni so'rayotgandingizmi? Da, mana shuni olib beravering. Mana aka, ko'ringchi. Qara jonim, bo'ladimi senga? Italyanskiy ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Keling, nima xizmat? Qarang, bir hafta oldin sizdan shu tillarni oluvdim. Iloji bo'lsa, pul kerak bo'lib qoldi. Shularni qaytarib ola olasizmi? Mayli, qaytarib olaveramiz, lekin buni qanday upakovka qilib bergan bo'lsam, shunday turibdi-ki, umuman taqmagansizki. Nima sababdan buni sotmoqchisiz? Yoqdimi senga jonim? Bo'ldi, shuni olaman. Menga ham qarab o'ring, aka. To'xtab tur, kimdir qo'ydi. Onam akallar, hozir o'zim qaytib qilaman senga. Ha, ona. Menga qarang, men sizga yosh bolamanmi? Telefon qilib bunaqa tergiysiz yoki qayerda yuribsan deb so'raysiz. Bo'ldi, o'sha aytgan narsangizni o'zim olib boraman. Bo'shab olib ishdaman hozir. O'zim qilaman sizga. Mashina o'rab bering menga. Bo'ldi, mashina o'rab berish kerakmi sizga? Qarang, men shoshilayotgandim. Ayam kasal edilar. Bularni hisoblab olib qo'ysangiz, bolnitsaga dori-ko'llarni olib borishim kerak edi. Bizdan olingan tillolar taqilmagan bo'lsa, o'zini narxda qaytarib olamiz. Siz xijolat bo'lib yotmang. Onangiz ham tuzalib ketsinlar. Rahmat sizga. Hayot qiziqligini qarang aka. Kimdirlar onasi uchun jonini bersa, kimdirlardir onasini xor qilib qo'yapti. Kimdirlar onasi uchun jonini bersa, kimdirlardir onasini xor qilib qo'yapti.